Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar va uning yechish usullari va Bernoulli tenglamasi. Birinchi chiziqli differensial tenglamalarni ko'rib chiqsak. Birinchi tartibli Demak, birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishi. Y' barobar ax y plus bx shaklida bo'ladi. Bunga birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi. Bu yerda ax, bxlar uzluksiz funksiyalar. Ko'ryapmizki, bu differensial tenglamani eslab qolishning eng oson usuli noma'lumning hosilasi, noma'lumning birinchi darajasi va erkli o'zgaruvchining funksiyasi deb yodlasak, birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamani yodlagan bo'lamiz. Sababi, differensial tenglamada masalalarni yechishda birinchi navbatda tenglamani qanday ekanligini aniqlab olish muhim bo'ladi. Agarda tenglamani qaysi turga mansub ekanligini aniqlay olmasangiz, bu tenglamani tabiiyki yechishni qiyinlashtirgan bo'lasiz yoki umuman yecha olmasligingiz ham mumkin. Bu birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamada bir jinsli qismi deb y' barobar ax y ga mana bu bir tenglamaning bir jinsli qismi deyiladi. Dastavval bu tenglamani yechishning Lagranj usuli bilan to'xtalsak. Birinchi usul Lagranj. Bu usulni o'zgarmasni variatsiyalash usuli ham deb aytishadi. Buning uchun mana bu ikki tenglamani yechib olaman. Buning uchun dy taqsim dx barobar ax y. Qarasak, tenglama o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama bo'lyapti. Bundan dy taqsim y ni bu tarafga tushirsam, y ni 0 dan farqli deb. Natijada ax dx. Ikki tarafini integrallasam, bu tarafidan ln modul y barobar katta ax funksiyaning boshlang'ichi menda kichkina ax funksiya bo'lsin deb olay. Plus o'zgarmas sonni qo'shishim kerak. Keyin y ni topishim kerak. O'zgarmas sonni men xohlagan ko'rinishda qo'shib olishim mumkin. Masalan, o'zgarmas sonni o'zi yoki biror bir s ga bog'liq funksiya qilib yozsam ham bo'ladi. Tenglamaning bu tarafida ln turgani uchun men buni ikki tarafini y darajasiga olib borib qo'ysam, menda ln bilan ln kelgani ma'qulroq. Sababi hozir yechganda ko'rasiz, ln modul s deb olsam, ikki tarafini y darajasiga olib borib qo'ysam,
Endi buni ln mana bu ikkalasini o'rnini almashtirib yozsam ham bo'ladi. Keling shuni keyingi safar yozamiz. Y darajasi ln modul s. Logaritmning xossasiga ko'ra bu ikkisini o'rnini nima qilishim mumkin? Almashtirib qo'yishim mumkin. Natijada bu 1 ni beradi. Mana bu yerda xato tushib ketdi. Sini ixtiyoriy ekanligidan bu yerda modulni tashlab yuborishim mumkin. Bu demak bir jinsli tenglamaning yechimi bo'ldi. Mana bu. 2 ni. Endi men bir tenglamaning yechimini topishim kerak edi. Bir tenglamaning yechimini topishim uchun sini endi variatsiyalayman. Ya'ni o'zgarmas sonni x o'zgaruvchining funksiyasi shaklida qarayman. Va tenglamadan birinchi navbatda hosila olaman. Sababi men ana bu tenglamaga y ni olib kelib qo'yishim kerak edi. Hosila olaman buning uchun. y' barobar y darajasi ax dan hosila olsam, y darajasi kichik ax. Kichik ax ning hosilasi nimaga teng? Sababi biz katta ax ning boshlang'ichini kichik ax deb olgandik mana bu joyda. Mana. Shuning uchun men kichik ax ning hosilasini katta x deb yozishim mumkin. Ko'paygan s endi s dan hosil olsam s shtrix. Tenglama olib kelib qo'yaman. Y ni o'rniga qarasak mana y o'rniga mana buni olib kelib qo'ydim mana. Mana hosilani o'rniga mana buni olib kelib qo'ydim. Mana bu va mana bu bir xil narsalar. Shuning uchun ikki tarafida qisqartirib yuborishimiz mumkin. Endi qisqartirib demaylik, ikkalasini bittasini ikkinchi tarafga o'tirsak, demak qarama-qarshi bo'ladida, yig'indisi 0 bo'ladi. Natijada nima qoldi? Y darajasi a y darajasi ax 0 dan farqli bo'lgani uchun bu tarafga bo'lib yuborsam, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglamaga keldi. Endi dx ni bu tarafga ko'paytirib yuborsam, ikki tarafini integrallasam, bu tarafida mana bu faqat x ning funksiyasi bo'lgani uchun bu funksiyani keling belgilab olaman, kichkina bx bo'lsin boshlang'ich. Qo'shamiz. Endi integrallagandan keyin o'zgarmas sonni qo'shib qo'yish kerak. Bu o'zgarmas sonni men s1 deb qo'shaman. Mana bu yerdagi s'miz o'z x ga bog'liq funksiya, mana bu s1 esa konstanta. Endi mana bu cx ni men variatsiyalagan joyimga olib kelib qo'yaman. Sabab bu yerda mana bu ma'lum narsa edi, mana bu noma'lum edi. Noma'lumni o'rniga olib kelib qo'yaman.
ya'ni y teng x. Endi sinab qo'ysak shu yerga. Endi mana bu bizda bir tenglamaning yechimi bo'ldi. Umumiy yechimi. Endi bu chiziqli tenglamani yechishni umumiy sxemasi mana bunaqa bo'ladi. Tenglamaning bir jinsli qismining yechimi y b deb olsam, ya'ni mana bu qismining yechimi y b bo'ladigan bo'lsa, umumiy tenglamaning bitta xususiy yechimi. Bu xususiy yechimni x xususiy deb qo'yaman va bu ikkalasining yig'indisi menda mana bu tenglamani, chiziqli tenglamaning yechimini beradi. Bizda ham bu joyda mana bu ko'ryapmiz, avvaldan topgan yechim edi. Agar S1 ni o'rniga avvalgi safar S ni o'zgarmasdan deb qarasak, bu bir jinsli qismining yechimi edi. Ya'ni bu bizda y b edi. Mana bu esa bizda umumiy tenglamaning xususiy yechimi bo'lyapti. Xohlasak olib borib tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Bu o'zingiz uchun vazifa. Demak, umuman aytganda chiziqli tenglamada qanaqa bo'lar ekan? Bir jinsli qismining yechimiga umumiy bitta xususiy yechimni qo'shish yordamida tenglamaning umumiy yechimini nima qilamiz ekan? Topib olamiz ekan. Masalan, sizga masala berilsa, tenglamaning bitta xususiy yechimi berilsa, siz umumiy yechimni topishingiz uchun nima qilasiz? Tenglamaning bir jinsli qismini yechasiz va oldindan berilgan xususiy yechimni qo'shib qo'yishingizning o'zi sizga chiziqli differensial tenglamaning, birinchi tartibda chiziqli differensial tenglamaning yechimini beradi umumiy. Endi ikkinchi usul. Ikkinchi usulimiz Bernoulli usuli deyiladi. Bernoulli usuli. Bernoulli usulida biz yechimni ikkita funksiyaning ko'paytmasi shaklida bo'lsin deymiz. Bu yechimlar bizda ux va vx bu funksiyalar ux va vx funksiyalar bo'lsin. Tenglamaga olib borib qo'yamiz. Qaysi tenglamaga yozib olay qaytadan? Y' barobar ax. Hosil olsam, mana budan udan hosila v u vdan hosila. Tenglama olib kelib qo'yaman. Barchasini tenglamaning bir tarafiga o'tkazaman yoki u va v ni bir tarafga o'tkazsam. Chap tarafga o'tirsak, endi guruhlayman. Sizda tanlov bor. Mana bu bilan mana buni guruhlash mumkin. Sabab bunda ham uv bor, bunda ham v bor. Xohlasam mana bu bilan buni guruhlashim mumkin. Keling, men ketma-ket kelgan holatda qarab beray. Birinchi va uchinchini guruhlayman. Bu ikkalasidan v ni qavsdan tashqariga chiqarsam, u shtrix minus a x u plus u v shtrix barobar bx hosil bo'ladi. Endi bu tenglama bitta tenglama, lekin noma'lumlar ikkita. Bu bitta tenglama, lekin noma'lumlar ikkita. Noma'lumlar u va v. A va b lar oldindan berilgan funksiyalar bilan. Keling, noma'lumni kamaytirish uchun birinchi tenglamani 0 ga tenglayman.
O'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama ekan. Uni 0 dan farqlayman. Bu tarafga bo'laman. Dx ni bu tarafga o'tkazaman. Va integrallayman. Buni integrali ln modul u barobar katta x ning integrali kichik ax bo'lsin plus s ni qo'shishimiz shart emas bu joyda. Bu yerdan u ni topsam y darajasi ax bo'ladi. Modulni tashlashim mumkin, sababi y darajasi funksiya bu musbat son, musbat bo'ladi. Endi shu topgan u'mni mana bu joyga olib kelib qo'yaman. Bildik, mana bu narsa 0 ga teng. Demak, u deganimiz y darajasi ax, mana bu v' barobar bx bo'lyapti. Buni bu tarafga bo'lib yuborsam, integrallasam, bu x ni funksiyasi bo'lgani uchun bu narsa keling kichkina bx bilan belgilab olaman. Va o'zgarmas sonni qo'shaman. Ana ko'rdik, men uni ham topdim, v ni ham topdim. Endi ikkalasini ko'paytirsam, nima bo'ladi? Umumiy yechimni beradi. Y barobar u ko'paygan v edi, u'miz y darajasi ax edi. Ko'paytiramiz. Ochsak, boya aytgan narsam bu yerda ham saqlanadi. Mana bu birinchi tenglamani yechimi bo'lyapti, mana bu umumiy tenglamani xususiy yechimi bo'lyapti. Mana bu Bernoulli usulida ham yechishning bitta ko'rinishi. Keling, aniq masalalarda ham yechib ko'raylik. Demak, mana bu masalani ko'rib chiqsak. Bu masala berilgan. Tenglamani yechishdan oldin birinchi navbatda hosilani topib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu 2y ni tenglamaning bu tarafiga o'tkazdim va x ga bo'ldim. X 0 dan farqli deb. Natijada men hosilani topdim. Qarasak, noma'lumning hosilasi, noma'lumning birinchi darajasi va erkli o'zgaruvchining funksiyasi qatnashgan. Demak, bu tenglama chiziqli, birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama. Tenglamaning birinchi qismini olib, y' ning o'rniga dy taqsim dx ni qo'yib, dx ni bu tarafga, y 0 dan farqli deb bu tarafga tushirib, integralladik. Sini ln dan qo'shdim va shu yerdan y ni topdik va hosila oldik va birinchi tenglama olib borib qo'ydik. Biz buni variatsiyalash usuli bilan yechyapmiz. Olib borib qo'ysak, mana bunday tenglama keladi va mana bu ikkalasi qisqaradi. Keyin bu yerdan x kvadratga bo'lsak, tenglama mana bunday shaklga keladi. Buni bu tarafga bunday yozsam va mana bunday dx ni o'tirib integrallasak, s ni topsak, bu yerda s bir konstanta, x kvadrat plus s birni, ya'ni cx ni topganimizdan keyin mana bu joyga olib kelib qo'yamiz, variatsiyalagan joyimizga va biz umumiy yechimga ega bo'lamiz. Endi Bernoulli tenglamasi. Bernoulli tenglamasining umumiy ko'rinishi. Bu yerda ax va bx funksiyalar, uzluksiz funksiyalar oldindan berilgan. En son.
Bu sonimiz butun son bo'lishi ham mumkin, kasr son ham bo'lishi mumkin. Endi n ni 0 ga va 1 ga teng emas deb olamiz bu joyda. 1 tenglamasi bo'lish uchun. Sababi n ning o'rniga 0 qo'ysak, chiziqli differensial tenglama bo'lib qoladi. N ning o'rniga 1 qo'ysak, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama bo'lib qoladi. Bu demak 1 tenglamasining xususiy hollari bo'lar ekan. Tenglamani chiziqli differensial tenglamaga olib kelib yechamiz. Buning uchun tenglamada erkli o'zgaruvchi bo'lishi kerak. Erkli o'zgaruvchi bo'lish uchun biz tenglamani y ning n-chi darajasiga bo'lamiz. Shunda bizda mana bu joyda erkli o'zgaruvchi hosil bo'ladi. Natijada biz mana bunday ko'rinishga keladi. Mana bu y' n'siga bo'ladi. Mana bu yerda y ni birinchisidan n ni ayirsak 1 - n bo'ladi va mana biz bu yerda erkli o'zgaruvchiga ega bo'ldik. Endi tenglamada erkli o'zgaruvchi va noma'lumning birinchi darajasi bo'lishi kerak edi. Qarasak, noma'lumning birinchisi emas, 1 - n-chi darajasi turibdi. Buni birinchi darajasiga tushirish uchun endi biz bu y ni 1 - n-sini yangi noma'lum bilan belgilashga kiritib olishimiz kerak. Yangi noma'lum kiritganimizda, yangi noma'lumni darajasi o'z-o'zidan birinchi darajali bo'ladi. Mana z. Mana y ni 1 - n-sini z deb oldik. Shunda demak, y ni 1 - n-sini o'rniga z olib borib qo'ysam, bu yerda 1 - n-chi daraja emas, birinchi darajasi keladi. Va endi tenglamaning bu tarafiga nima qilib qo'yamiz? Bu yerga mana bundan hosil olib kelib qo'yishimiz kerak. Hosil olsak 1 - n oldiga tushadi, 1 ayrilsa -n qoladi va y ni o'zidan hosila. Shu joydan mana bu narsa mana bunga teng. 1 - n ni bu tarafga bo'lamiz. Mana bo'ldik. Endi shuni olamanda mana bu yerga olib kelib qo'yaman. Buni o'rniga esa z qo'yaman. Natijada mana bunday tenglama hosil bo'ladi. 1 - n ga bo'laman. Uzr, shu yerda ozgina xatolik bo'libdi. Bu tarafga 1 - n ko'payib bo'lib emas, nima qilib o'tadi? Ko'payib o'tadi. Ko'payib o'tadi. Bunga ham 1 - n ko'payadi. Bunga ham 1 - n ko'payadi. Natijada chiziqli differensial tenglamaga ega bo'ldik. Noma'lum funksiyaning hosilasi, noma'lum funksiyaning o'zi va erkli o'zgaruvchining funksiyasi. Endi chiziqli differensial tenglamani yechishni boya ko'rib chiqdik. Xuddi shu usulda yechamiz. Chiziqli differensial tenglamani yechishning bir necha usullari bor. Men ikkitasiga to'xtaldim. Lagranj usuli va Bernoulli usuli. Bernoulli usuli demak, aniq masalani demak Lagranj usulida ko'rib chiqdik. Keling, endi bu masalani Bernoulli usulida ko'rib chiqamiz. Ya'ni Bernoulli tenglamasini chiziqli differensial tenglama olib keldik va shu chiziqli differensial tenglamani Bernoulli usulida yechishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun y ni kvadratiga tenglamani bo'ldik. Mana endi mana bu yerdagi 1 taqsim y ni, ya'ni bu aslida y ni minus birinchisi. Shu minus 1 taqsim y ni z bilan belgilashga kiritib oldim va hosil oldik. Bir hosil olsak minus 1 oldiga tushdi. Darajasi 1 ga kamayib kvadrati bo'ldi 1 taqsim. Keyin hosilasi va mana bu yerdan shu narsani topsam, mana bu narsaga teng edi. Shuning uchun z shtrix minusdan z shtrix bo'ldi. Bu yerga olib kelib qo'ydik. 2z bo'ldi. Mana bu yerga 1 taqsim y ni o'rniga z qo'yganimiz uchun bu tarafida y darajasi x bor. Va shu yerdan z shtrixni topsam, mana bunday tenglamaga keldim chiziqli va shu chiziqli differensial tenglamaning yechimini z barobar u ko'paygan v shaklida yozib oldim.
hosil oldik, ko'paytma bo'yicha hosil olamiz. Birinchidan hosila ikkinchisiga tegmaymiz va birinchisidan hosila, endi ikkinchisidan hosil olamiz. Va tenglama olib borib qo'yamiz buni mana. Shu yerga olib kelib qo'ydik mana bu narsa. Bu yerga buni olib kelib qo'yamiz. Va tenglamani bu tarafiga o'tkazsak va mana bu ikkalasidan buni chiqarsak, mana bu birinchi tenglamani birinchi haddan 0 ga tenglab, mana bu narsani 0 ga tenglab, shu yerdan uni topdik va bu yerga olib kelib qo'ydik. Mana bu joyga olib kelib qo'ydik va shu yerdan uni topdik. Uni topib olib borib qo'ydik. Mana bunday bo'ldi. Va y darajasi 2x ni bu tarafga bo'lsak, x dan 2x ni ayirsak -x bo'ladi. X dan mana bu yerda minus bor ekan. Qaytadan yechib ketaman. Mana bu yerda minus qolib ketibdi. Mana bu yerda minus bor. Mana bu yerda minus bor. Natijada endi mana bu yerda minus bo'lmaydi ekan. Mana bu yerdan minus bo'lmaydi ekan. Bu yerdan bo'lmaydi. Va bu yerda plus bo'ladi. Bu yerdan plus bo'lar ekan. Keyin v ni topdik. Boya u ni topgandik. Endi u bilan v ni bir-biriga ko'paytirdik. Mana bu v, mana u, mana bu esa v ga teng. Ikkalasini ko'paytirdik. Endi z ni topganimizdan keyin o'zi zimiz nimaga teng edi? 1/y ga. 1/y ni olib kelib qo'ydikda, y ni topdik. Mana tenglamani yechib bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.